Baraka, bor baraka. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Kaminachorra bozoridan to'g'ridan-to'g'ri efir qilyapmiz. Videolarimiz oldindan bitta like so'rab qolamiz. Kanalimizga mehmonlar obuna bo'lishni unutmang. Biz qo'yayotgan videolarni muntazam ravishda ko'rib olishga muyassar emasizlar. Qadrdonlar, bugun hafta kuniga yakshanba. Kaminachorra bozori. Ajoyib bozor bo'layapti. Qiziqarli savdolarni birgalikda guvoh bo'lamiz. Ungacha eslatib o'tamiz, Instagram, Telegram ochganmiz. O'tib, foydada o'zlarining uchun ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Bunday bo'lsa boshlaylik. Qani ketdik. Buganga ham sotganga ham Alloh barakasi bersin. Shunaqa gaplar. Bu chiroyli nech pul ekan chiroyli? Chiroyli 10 million deyapsiz, kammi? Qancha kami? O'tib beramiz endi. Qanchaga o'tib berasiz? 10 ga o'tib beramiz. 10 millionga o'tib berasiz. Boydada uzlanmansiz, dastlabkasini qilib berasizmi? Beramiz. Ha? Gapmi? Gapini olyapmiz. Xo'p, qiziqarli telefon raqam berasizmi? Bering. 33lik 406 05 51. Xo'p, bemalol o'zlaringiz uchun ma'lumotga ega bo'lishini ham aloqaga chiqishlayman. Bu sizdanmi aka? Nech puldan bularsiz? 8 million, 8,5, 9 million deyapti. Orqalarini o'tib ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, qiziqarli telefon raqam berasizmi aka? 99lik 534 80 36. Qadrdonlar bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Mana shu yerda qiziq. Yolg'on bozorda yurgan bo'lsa, yana yolg'on gapiringiz qarang, bo'lgan yo'q. Boringizga. Mutaka o'g'irlab keldilarmi? Ha, mayli, aytgilari kelmadi. Qadrdonlar, bozorda shunaqa odamlar ham borda. Kommentariyaga yozinglar. Mayli, aytgisi kelmadi. Mana shu qiziqarli savdo bo'layapti. Mana shu bo'layapti savdo. Biz uzoqdan ko'rib kelyapmiz. Aka, hormay qaysi bo'layapti? Assalomu alaykum. Nech pulga? 11 million 600 xonajini yo novvosmi? Novvos chekin. Novvos chekin. 11 million 600 ming so'mga mana shu savdo bo'layapti. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasi bersin. Shunaqa gaplar. Xo'p. 5 million so'mga berilmagan ekan. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasi bersin. Shunaqa gaplar bizdan uzoqlashmaydi. Bozorda har xil odam borda. Kayfiyatni buzmaymiz. Faqat kayfiyatni buzmaymiz. Nech pulga sotildi? 7,5 million so'mga sotildi. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasi bersin. Mana shu sotilib ketdi. Qaysi nech pul bo'layapti aka hormaylar? 8 million so'm xonajini, 8 million so'm. Ashuna demaylar, ikkita odam qo'rqadi, o'g'ri bilan jinoyat, o'zimiz chiqqan. Ana yerda ham bittasi shunaqa deydi. Nimaga? Aka? Xo'p, xudodan qo'rqing bo'ldi. Shunaqa gaplar bizdan uzoqlashmanglar. Biz hashta qiziqarli bo'lgan savdolar 1,5 million so'mdan bo'layapti. 1 metr chiqmaydigan xonajirlarimiz. Xo'p. Qiziqarli telefon raqam berasizmi? Dastlabkasi bormi? Sotib yuborasizmi? Xo'p, mayli, sotib yuborar ekan, belgisi kelmadi. Bu nech pulga chiqdi oxiri? Aka? 14 million 200 ming qilishyapti hozir paytda. Xo'p, aka, olsa har doim olmasa bizning muxlislarimiz telefon raqam berasizmi? Bering. 91lik 127 2707 chiroyli raqam ekan. Akalar, o'zlari uchun ma'lumotga ega bo'lishini aloqaga chiqishlayman. To'g'raligidan qonni ham rosa ham chiqdi. Bir xil molda qonni chiqmaydi. Buni qonni rosa chiqdi. Bechara joyida dehqonchilik. Dehqonchilikmi? Bo'ldi. Dehqondan dehqonchilik ekan akalar. Dehqondan dehqonchilik ekan akalar. Bir o'zlari uchun ma'lumotga ega bo'lishini ham aloqaga chiqib ko'rasizlar. Juda ham qo'g'ri ekan, qonni chiqqan ekan. Shunaqa gaplar shu orqamizda ham savdo bo'layapti. Bugun savdolarimiz juda ham. Bu nech pul ekan bu? Chiroyli oq. Ha? Nimaga? Bugun nima bo'lgan odamlarga? Men tushunmadim. Olmay qo'ying. O'g'irlab kelganmisizlar yo boshqamisizlar? Ikkita odam qo'rqadi. O'g'ri bilan jinoyatchi, to'g'rimi? Yurakdan chiqarib. Akalar, bozorchi akalarimiz olgan 12 million so'm dedingizmi? 12 millionga olgan ekan. Ozgina foyda bersa qo'shaman. Qo'shsa beraman deyapti. Buningiz nech pul buningiz? 13 million 200 qilishyapti. Xo'p, qiziqarli telefon raqam berasizmi? Xo'p, bering. 33lik 036 1707 chiroyli raqam ekan akalar. O'zlari uchun ma'lumotga ega bo'lishini ham, telefon qilishlaringiz ham mumkin bemalol. Bugun bozorimiz har taraflama qiziqarli bo'layapti. Bugun har doim bozorimiz qiziqarli savdolar.
Bo'ldimi? Nespulga bordi, Nespul. Bering kami bor. 15,5 dedim. Mana 14,5 million kami bor deyapti. Kam bor. Ostog'a, olsa xaridor olmasa bizni muxlislar telefon raqam berasizmi? Men telefon Ishlatmaysizmi? O'g'illaysiz-chi? o'g'li ketdi. Qarodim. Xo'p, bo'ldi. Mana shu yerda qiziqarli savdo bo'lyapti, olishga harakat qilamiz. Judayam. Qaysi savdo bo'lyapti? Xormanglar, assalomu alaykum. Qaysi savdo bo'lyapti? Nima qolsin? Ushalar qo'lini atib, uzoqdan ko'rib kelyapman. Mayli, ama avvalo yog' soling. Qaysi? Uka? Ha, mana qulog'ida necha pulga? 19 million 200 ga. Lekin M1 bas, mana. 500 ming so'm. Oluvchilarimiz so'rayapti. Akamiz 14 million so'mga so'rayapti. Xo'p, bular savdosi keyincha biz boshqa savdolarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Bugun hayronman odamlarga nima bo'lgan. Ajoyib, ha? Hamma har xil. Endi mayli, kayfiyatni tushirmaymiz-ku. Necha pul deyapsiz buni? 17 deyapti. 17 deyapsiz. Bozor necha pul qilyapti bozor? Bozor 15. 15 qilyapti. Picha-picha qo'ysa berasiz. Olsa xaridor, olmasa bizni muxlislar. Telefon raqam berasizmi? Bering. 91lik 658 08 10 bo'yi 1.5 10 plus minus chiqadigan xonajinimiz. Katta xonajin ekan. Sigir qilsa bo'laverar ekan. Shunaqa gaplar ana shu yerda orqamizdagilarni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Necha pul ekan bu xonajin? Necha pul deyapsiz? Ko'ryapmiz. 17 million kami bor. Bozor necha pul qildi? Bozor so'ragan yo'q, hozir ichadim aka. Yo'q. Xo'p, Mashterilar bor, sotib keldim aka. qiziqarli telefon raqam berasizmi? Beraman. Bering. 91lik 91lik 131 131 94 58. 94 58. Qadrdon o'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishingdan aloqaga chiqishlaring mumkin. Oyoq qo'l uzun, sigir qilsa arziydigan, chiroyli. Bu novvosmi xonasimi? Novvoschi ekan, yonida ajoyib. Ashuni bunday olib ko'rsatishga harakat qilamiz. Bir ajoyib novvos kelibdi. Xo'p, bo'yi 1.15 plus minus. Necha pul deyapsizlar buni? 25 deyapsizlar. Bozor necha pul qildi? 22 million qilyapti. Biz O'najim bozorida savdolarni chiroylilarini mana shu 14 million 800 ga bermayapsizlar. Xo'p, bo'yi 1.20 15 plus minus. O'najim, ha? O'najim. Xo'p, qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Olsa xaridor, olmasa bizni muxlislar. 91lik 676 40 45. Qadrdonlar bemalol aloqaga chiqib qolasizlar. Doimiy ravishda bo'ladimi? Dastlabkasi bormi? Yeb ichishi yaxshimi? Bo'ldi. Bemalol aloqaga chiqib qolasizlar, o'zlaringiz uchun ma'lumotga ega bo'lishsin. Shunaqa gaplar. Chiroylilari chiqibdi. Assalomu alaykum. Aka, necha pul ekan bu? 29. O'zini jupini 29 million qilyapti. Bozor. Necha pulga chiqdi oxiri? 13 million 200 ga. Qani o'zi bekitib oldilarmi? Orqalaringga bekitib. Ha, chiroyli, men yoqda ekan, chiroyli. Yashirin olibdi-da. 13 million 200 ming so'mga hali ham savdosi bo'lyapti. Eng qiziqarli kuchli savdo mana shu yerda bo'lyapti. Qadrdonlar qolgan hammasi savdolar hali imijimida deydimi? Savdo bo'lsa sekingina baraka qilib chiqib ketib qolyapti. Birorta joyda bir chiroyli savdoni ko'rish guvohi bo'lmayapmiz. Bo'ldimi, barakami? 13 million 300 ga. Bering, bering. 14 baho aytibsiz-a? Gapiryapman. 12,5 berasan, 200 o'tib beryapman. Oling. 13,5 million so'mga so'rayapti egasi. 13 million 300 ga. Bering, bering. Hoy, gapiryapman. Oshtoq bitib 100 ming o'tib bersin. Cheki o'zim, cheki o'zim. Ya. Endi bo'lmadi. Bering. 400 ga oldik. Oshtoq 400 ga bering. Zo'r bo'ldi. Cheki o'zim 20 ga olgan. Hadi gel cheki o'zim. Ha, bo'pti, oldim deyin. 200 ming o'tib ber. Mayli, oldim deb chek 220 ming so'm. Hop, 14 million
400 13 million 400 ga baraka bo'layapti cheki o'zida. Shunaqa gaplar, eng qiziqarli. 13 million. Xo'p, deng Hoshtoqa olding. Bor baraka, cheki o'zida. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasi bersin. Bozorimizda eng kuchli bozorimizda savdo mashmol bo'ldi, qadrdonlar. Fikrlaring bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Juda ham zo'r. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasi bersin. 13,5 million bo'ldi. Chiroyli, oyoq qo'li uzun ekan. Bo'yi 1.5 chiqadigan monachinimiz. Xo'p, qiziqarli telefon raqam berasizmi? Sotib yuborasizmi? O'zi uchun ma'lumotga ega bo'lishi ham mumkin. Nech pulga sotdingiz aka deb. Xo'p, mayli. Fikringiz qanaqa? Assalomu alaykum. Bozor to'g'risida fikringiz qanaqa? Zo'rmi? Hammaga tavsiya qilyapsizmi? Bor. Etajda o'tirganlar ham moli bo'lsin. Bo'ldi. Boringizga shukr, shunaqa gaplar. Bugun rosa ham oladigan bo'lyapti. Bozorimiz nurini to'kib tashagan, nihoyatda. Bugun bozorimiz nurini to'kib tashagan. Boshboz bering. Bering. 8 million 500 ming so'mga. Quyosh chiqmadi hali. Seni sol, o savdo qilayotgan. Mana shu yerda savdo bo'lyapti. Sizlarga yaqindan ko'rsatishga harakat qilamiz. Uzmasdan boramiz. Chekini o'zi olib ketadi. Nech pulga? 8 million 900. Cheki o'zida. Baraka. Oling, baraka. Bor baraka. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Mana mahalla bizni ham olmaysizlar-da, nechta baraka berdik. Bo'ldi aka, gap bo'lishi mumkin. Bas qo'lini ushlang, qaytadan keling. Bozorimiz juda ham avjiga chiqdi nihoyatda. Mana shular hammasi olinyapti. Faqat olinyapti xolos. Sotishga harakat qilamiz. Nech pulga hormanglar. Assalomu alaykum. Endi so'rayman. Bittasini olib ketdik, qiziqib qoldik. Ha. Ikkinchisini ham olib ketaylik. Xo'p. Qaysi bo'lyapti? Savdo assalomu alaykum, hormanglar. Real savdolari. 7,5 million. Eng qiziqarli savdo sizlarda bo'lyapti. O'shaning uchun yetib kelyapti. 7,5 million so'm. Mana shunaqa gaplar bizdan uzoqlashmanglar. Talab istaklar binoan tashqariga chiqib, sotilmagan variantlarini ko'rsatinglar deyishyapti. Chiqib ko'rsatishga harakat qilamiz. 18,5 million bo'pti ekan. Onajin, birinchi tug'ishi bo'g'ozmi yo'q? Bo'g'oz ekan, birinchi tug'ish ekan. Nech yil bo'ldi? 26,5. 26,5. Nechinchi bolasi? Bolasini ovoz. Necha suti bor? 6 ta. 26,5 million bo'pti ekan. Qadrdonlar olganga ham, sotganga ham Alloh barakasi bersin. Havas qilganlar, like bosib qo'yamiz. Bolasi qo'chqor ekan. Mana yerda mana. Ya, hormanglar. Mana yerda. Qo'chqori ham bormi? Ehsonga so'ygani ham bormi? Mashinalari, semizlari so'ygani ehsonga. Nech pulgacha? Bitta 5 milliondan 6 milliongacha. Arzon tukamiz, Ahadjon bo'ladi. Arzon tukamiz. 5 milliondan 6 million so'mgacha. Bularchi bular? O'shini 42 dan boshlanib 5,2 gacha. Xo'p, 4 million 200 dan 5 million 200 gacha. Katta kichigi. Bular hammasi yoshmi yo bo'g'ozmi? Qisir bular aka. Qisirmi? O'g'rilar sotdi. O, narigilar nech puldan sotildi ular? 4 million 750 dan. 750 dan Tepasida sotiladi. bitta ko'rsatib qo'ying. Bo'ldi. Nech puldan edi bular? Ahadjon. Sotildi. 4 million 750 dan. 4 million 750 ming so'mdan sotildi. Tashaveramiz. Tashlab beradi. Dastlabkalari bor-a, vodiy bo'ylab kelishamiz. Xo'p. Qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? 90lik 204 0505. Qadrdonlar bemalol aloqaga chiqib olasiz, qo'shqonlarni ham topib berasiz, ena qo'ylar, qo'zilar ham topib berasiz, yangi tug'ilgan nimalar. Telefon qilaverasiz. Xo'p, telefon qilaverasizlar. Xo'p, kechirasiz. Shunaqa gaplar bizdan uzoqlar. Telefon raqamlari 90lik 204 0505 aloqaga chiqib olasizlar. Biz yurishda davom etdik. Mana shunda bir ajoyib qo'zi chiqdi. Qo'chqormi, sog'lommi bu? O'n qaranglar, nech pul ekan ina bola? 10 million kami bor. Nech pul qildi bozor? 8 millionga bermadi. 8 million so'mga berilmabdi ekan. Xo'p, qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? 91lik 397 74
33 shunaqa gaplar bizdan uzoqlashmanglar. Biz zavqdan mana yoqda savdolarni olib qadrdonlar biz ikkinchi videomizni boshlaymiz. Sigir, bo'g'oz, Inavola tomonlarga o'tishga harakat qilamiz. Keyingisi Novoz boqma buqalarga. Bizdan uzoqlashmanglar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, qadrdonlar, akalar, bitta like bosib, kommentariyaga fikrlarini yozib qo'yasizlar. Bizda xato kamchiliklar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Biz xatolarimizni o'nglashga harakat qilamiz. Borlaringga shukr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizda shunaqa gaplar.